Meksikan legenda. Meksikan legenda dotumi deylar. Bo'lmasa olib bitta ko'ringlar. Oka, buni sразу ko'zga tashlanadigan narsasi oka, farasi bor. Faro. Fara. Bu nima fara bu oka? Bu samodelniy farami? 205 pat 205 mertga qilingan. Ha. Pat bamper. Obvesam 205 qilingan. Shunaqa. Ko'rinishi mos, chiroyli bo'lish uchun farasi ham shunga tayinlangan. buni kapotini tagida nima turibdi oka? Oddiy o'zini stok Kapotini ochamizmi? Albatta. Bismillah. Bu menimcha oka standartda bu. Standart. Bu nulovik ko'ramiz oka. 1.6 standartniy motor. Standart, nuloviy filtrlari bor. Boshni gaz metandan harakatlanadi. Akkumulyator yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Bu nimaligini videoni o'rtalarida ko'rasizlar. Sababi bor. Oka, endi bu основной joyi. Основной joyi. Oo, necha kilo bu eshik oka? Bitta eshik. Bordi, Voy. 50-60 kilo bor. To'yga chiqasizmi oka? To'g'risini ayting. Rostdan, to'yga chiqasizmi? Endi tanishlar chaqirgan paytda. Orqada ham bor, orqada yo'q ekan. Mers yoqda edi, endi hozir oldiga o'tdi. Voy bu. Ne gap oka? Oka, to'g'risini ayting oka, necha pul ketdi mashinga? Chunki bu oka bu yerda plus minus 3000 ga yaqin. 3000 ga yaqin pul ketdi mashinga. Polni apparatura bufer, hal orqada bufer ham bor buni. Hal orqadagi buferni ko'rsatamiz. Bu yerda hozir 6 par kolonkamiz bor-edi. 20 talik. Arnold Pro. Keyin 3 par ruporniy pishalkasi bor. Solo 60 525 magnitofoni bor. Magnitofon nima? 525 Pioneer. Pioneer magnitofon. Da. Voltmetrlari endi yerdan tokini bilamiz-da. Ha, anu voltmetr. Aytimizda bilib olamiz. Напряжение qancha kelyapti. Общий nechta kolonka bor aka mashinada? Общий hozir bufer bilan 13 ta. Bufersiz 12 ta. Da, bufersiz 12 ta bor. Har bitta eshigidan 6 ta. Har bitta eshikdan 6 ta. Aka, qo'shnilar duo qiladimi hech? Xursand bo'ladi. Qo'shni kelyapti deb. Aka, uyingizdagilar aka mana shu narsani yig'ayotganda, "Oy, aqling bormi? Jinnimisan?" dedim hech uyingizdagilarmi yo bironta o'rtoqlaringizmi? Bundoq qaraydi, ukam, "Mancha qulog'ing yo'q" deyshadi. Yo'q, deydi, "Наверное, оглох" deydi. Я говорю, "Нет". Вроде не оглох, bratan. Вроде бы нет. Boya so'radim, nimaga anta akkumulyator yo'q deb, o'shan sababi mana. Nima deyiladi aka bu? Titanat deyiladi bu. Ha? Bu vazifasi shuni orqasidan butun mashina полный питание oladi. В том числе shu mashinani zavod qilishi, pechka, konditsionerlari. Mana hamma apparaturalarimiz ham mashinadan anaqa oladi, endi. Shuni oladi. Voy, Bo'lmasa unsiz bunaqa katta apparatura ishlay olmaydi. Ham bufer, ham gaz balon. Aka, qo'rqmaysiz portlab ketishdan. Ketyapsiz, bum qilib, bitta bum qilsak oxirgi marta. Naborot muzika, naborot odamni tinchitadi. Ya tinchitadi, gaz balon bilan просто anaqa turganiga. Nechtalik bu aka bufer? Bufer tak. 1000 ga 1.5. Ha? Svatmi? Svat. Razmer 15 talik. Mana bu nechta aka mana bu? Yana hozir bizda 3 usilitel bor. Asa 1.2000 bor. Keyin ikkita Pride'im bor. U nima? Mana nimaniki aka? Bu kolonkalarniki. Bu shu oldi eshikdagi Oldi eshik kolonkalarniki-da. Bitta Pride'imiz ruporniy pishalkaga ishlab beradi. Lekin 3-chi usilitlimiz u ham Pride, u buferimizni ishlatib berish uchun ishlaydi. Aka, bu necha yilda yig'ilgan narsa bu aka? Endi to'g'risini aytsam, hammasi shu kusok bo'lib yig'ilgan. Eng boshida mashina olgan paytimda Instagram videoni ko'rganman. O'sha Instagramda motivatsiya bo'lgan. Endi xudo xolasa yana video qilsak, bu odamni aytaman kimligini. Pусть это сейчас пока что секрет будет. Va, men kimligini tushundim, menimcha bor. Va, men kimligini tushundim, lekin kimligini tushundim. To'g'risini aytsam, olishga imkoniyatim bo'lmadi. Yerdan bu yerdan topib, borib bamperlarni zakaz qildim. Bamperlarni oldim, shu odam salni to'qib berdi, oxiri keyin o'zim qildim buni. Shunda bu necha yillik proyekt aka? Tak. Где-то shu aldamasam 2 yildan sal ko'proq vaqtim ketdi-da.
2 yillik proyekt. Да, 2 yillik proyekt и 3000 dan shu pul. Да, это faqat apparaturaga 3000. Ya men boya so'radim, polniy proyektga necha pul ketgan aka? Ha, polniy proyekt o'zigami? Da. Uzr, men adashib qolibman. Apparaturaning o'ziga 3000 ga yaqin pul ketib qolgan. Keyin shu detalniy fara, bamperlariga уже отдельный. Va usitlarga. Men bu, например, titanatni o'zi, Ya bu menimcha qimmat narsa bo'lsa kerak. da, bu arzonlashtirishimiz qimmat 3 million 200 ming kerak. Mashina o'zi. bitta batareykani o'zi. Ha, men bitta dumalog'ini o'zimi? Yo ili polностью? Bu bitta seksiya Ha, ha, deyiladi. ha. Bitta seksiyada 6 ta nom oladi. Ha, bu tushundim. Shu 6 tasi 3 milliondan sal oshiqroq. Buni agar to'g'ri ishlatsa, kamida bir 10 yil ishlab beradi. Unda Nexus 2 legenda otganlar Powerl oilasi yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yamiz. Okey, sizga kattakon rahmat. Aka. Bundan keyingi proyektlaringizga omad tilab qolamiz. Hammaga polniy bak. Assalomu alaykum. Sekin legenda.